Navbatdagi misolimiz 38. Radiusi 6 ga, yasovchisi 10 ga teng bo'lgan konus asos yuzi 64 pi ga teng bo'lgan silindrga ichiga tushirildi va konusni yarim botguncha suv quyildi. Solingan suv hajmini toping. Xo'p, birinchi o'rinda biz chizma kerak, ya'ni bitta konus bilan bitta silindr. Mana chizmani ham internetdan yuklab oldik. Radiusi 6. Demak, berilgan ma'lumotlarni konusga to'ldirib chiqamiz. Radiusi 6. Yasovchisi 10. Mana. Demak, radiusi 6, yasovchisi 10 bo'lsa, balandlik 8 bo'ladi. Pifagor teoremasi mana. Demak, konus asosi 164 pi. Demak, mana bu asosi 164 pi ekan. S teng 64 pi. Bu qachon? Pi r kvadrat bo'lsa. Pi lar qisqarib ketsa, demak, radius teng bo'ladi 8. Ya'ni bu konus silindrning radiusi. Silindr radiusi 8 ekan. Xo'p, demak, mana shunga teng silindr ichiga tushirildi. Yana o'qiyman. Radiusi 6, yasovchisi 10 ga teng bo'lgan konus asos yuzi shunga teng bo'lgan silindr ichiga tushirildi va konusni yarmi botguncha suv quyildi. Konusni yarmi botguncha suv quyildi. Xo'p, solingan suv hajmini toping. Demak, konus yarim botguncha deyapti, to'g'rimi? Mana bu konusimiz balandlik 8 ku, uni yarim botguncha suv quyildi deyapti. Demak, yarim botguncha bo'lsa, buni balandligi 4. Ya'ni konus mana shu yergacha kelgan deb tasavvur qilsak, bu yerdan bu yergacha bo'lgan balandlik 4 ekan. Xo'p, birinchi o'rinda mana bu konusni hajmini topib olsak. Mayli, konusni emas, birinchi mana shu 4 bo'lgancha silindrga suv solindi-ku, o'shani hajmini topsak. Demak, V teng mana buni hajmi, ya'ni o'zi qancha suv ketishini topyapmiz hozir. Pi r kvadrat ko'paytirib h. Demak, pi r kvadrat bu 64 ga teng. Mana 64 pi ga teng, 64 pi ga radius 8 ku. H'imiz esa 4 ga teng. 4 kare 4 16, 4 kare 6 24, 256. 256 pi. Bu umumiy ketishi. Endi o'shandan konus yarimigacha solyapmiz-ku mana. Kesik konus hosil bo'lyapti. Ya'ni mana bu 4 bo'lgan. Ko'rdingizmi? Mana shu 4 bo'lgan kesik konus hajmini topishimiz kerak. Mana. Chunki mana shuncha joyi suvda ostida turibdi. Ya'ni bu joyga suv quyilmaydi. Ustidan quyilgandan keyin bu joyga o'tmaydi. O'shani hajmini ayirib tashlashimiz kerak. Tushunli, nima qilmoqchi bo'lganim? Xo'sh, demak, konus kesik konus hajmini topish uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda katta konus topamiz. Demak, 1/3 S asos. Asosimiz 6 bo'lgan ekan 36 pi bo'ladi. Pi r kvadrat ya'ni 36 pi ko'paytirib h'imiz 8. Demak, qisqarib ketsa 96 pi. Endi V2 tepadagisi kichkina asos, buni ko'rib turibsiz, kichkina konus. O'sha kichkina konusda bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 4 bo'lsa, e'tibor qiling. Mana bunday tushirsak. Chunki bizga radius kerak-da hozir buni. Yoki bunday qilaylik mana. Mana bunday tushirsak. Yon tomon 10 ku. Buni 2 ga bo'lyapti, mana yer 5 bo'ladi. Yon tomon 5 demak mayli. Balandlik 4 bo'ldi. Mana bu ham 4 bo'ladi. Mana bu radius bo'lsa, mana bu ham radius bo'ladi. Mana bu esa 6 minus radius. Mana shu joy. Demak, bu yerda alfa deb oladigan bo'lsak, alfa deydigan bo'lsa-da, 4 ni 6 minus radiusga nisbati pastda yozaylik. 4 ning 6 minus radiusga nisbati teng bo'ladi, ya'ni mana bu radius. Umumiy katta uchburchak uchun mana bu 8 ning 6 ga nisbatiga. Demak, qisqarib ketsa demak 2 bo'ladi. 2 bilan 6 ham qisqarsa 3 bo'ladi, ya'ni 6 minus radius teng 3 ga, radius teng 3, ya'ni mana bu radius 3 ekan. Xo'sh. Demak, bu radius 3 bo'ladigan bo'lsa, buni yuzi qanday bo'ladi? 1/3 ko'paytirib pi r kvadrat, ya'ni 9 pi ko'paytirib h. H ham 4 ga teng. Qisqarib ketsa 12 pi. Ya'ni bizda mana bu umumiy konus topib olyapmiz hajmini va undan mana tepadagi konus hajmini ayirsak, mana bu kesik konus hajmi qoladi. Demak, ayirib tashlaydigan bo'lsak, 4 84 pi ekan. Ya'ni mana shu kesik konusda hajmi bizda 84 pi chiqdi. Xo'p, buni nima daxli bor desangiz, xo'p, buni daxli borligi sababi
Hozir mana bu kesik konus qandaydir mana shu masofaga tushayotgan bo'lsa, mana shu masofaga tushyapti, to'g'rimi? Mana shu joyga suv quyilmaydi va bundan ortib qolgan mana shu joyda suvni topish uchun mana shu silindrni yarmiga 256 pidan ayiramiz mana bu 84 pini. Shunda bundan buni ayirsa 2, 25.18 ayirsa 172, ya'ni 172 pi. 172 pi suvni hajmi bo'lar ekan. 38 ga esa mana ko'rib turganingizdek D variant.